C Sharp haqidagi darsimiz davomlashyotidi. Hozir so'zlamoqchi o'g'limiz tanlash. Ya'ni programma tilida bir qancha asosli hukmlar va ma'lumot tipi, o'zgarguvchi miqdorni aniqlash, amallar, shuning bilan bir qatorda bu tanlash jumlasi, andin davriylik jumlasi deganlar har bir programmalar istilidagi asosli hukmlar hisoblanadi. Biz hozir so'zlamoqchi o'g'limiz tanlash, selection. Bu yerdagi tanlash deganimiz ma'lum shartga asosan ma'lum mashg'ulotni tanlab ijro qilishni ko'rsatadi. Biz oldingi soatlik darsimizda C Sharp'dagi amallar to'g'risida so'zlagan. Bu yerdagi shart deganimiz shu amallarning ichidagi munosabat amallarini ko'rsatadi. Ya'ni biz munosabat amallariga asosan ma'lum mashg'ulotni tanlab ijro qilsak, bu tanlash jumlasining ishlatilishi bo'ldi. Endi C Sharp'da bir qancha tanlash jumlasi var. Bunun en ko'p ishlatilgani if jumlasi. Yani bu if else jumlasi mi deyildi? En qisqa ishlatilishi bu misolda ko'rsatilganga o'xshash. Yani if degan ochquchliq so'zni ishlatamiz. Undan keyin tirnoq ichiga biz mushu jarayon ijro bo'lish uchun qanoatlantirish talab qilingan shartni yozamiz. Yani mushu tirnoqning ichidagi shart qanoatlanganda ondan bu programma ijro bo'ldi. Yani bu ikki cho'ng tirnoqning orasidagi jarayon ijro bo'ldi. Biz buni bevosita mashq orqali ko'raylik. Visual Studio'ni qo'zg'atdik. Yangi project. Projectning ismini yozaylik. Selection. Okay. Projectimiz qurildi. Biz bu yerga bir knopka qo'shaylik. Knopkaning ismi ptn test bo'lsin. Yani sınıf knopkası. Bunun teksti test sınav bo'lsin. Bu knopkani qo'shacaksak, mush knopkaninki kilik adresi yuz beradi. Kilik adresining kodi ishlaydi. Biz bu kod yozish ko'ziniga mushu bo'lakka yozgan kodlar knopkani bosgandan keyin ishlaydi. Biz if jumlasining eng oddiy ishlatilishini sinab boqaylik. Biz bir o'zgarguvchi miqdor aniqlaylik. Int score, yani natija bo'lsin. Bunun qiymati 75 bo'lsin. Endi biz if jumlasini yozaylik. If jumlasi if tirnoq ochdik. Navoda score, yani natija, o'quvchilarning maktabdagi natijasi deb qaraylik. 60 dan cho'ng bo'lgan vaqtida tirnoq ochdik. Bu yerda bir message box, yani ushur ko'zniki chiqarib, buning ichida o'tdi deb chiqsin. Yani message box ticket show tirnoq ichiga uyg'urcha yozaylik. O'tdi. Ticketlik bash qo'yib jumlani oxirlashtiraylik. Ticketlik bash o'qim inglizcha bo'lishi kerak. Saqladik. Bu cümlemizin ma'nosi biz bir o'zgarguvchi miqdorni aniqlab oldik. Bu o'zgarguvchi miqdorni aniqlashni burun ko'rib o'tgan. Bu o'zgarguvchi miqdorga ma'lum bir son beramiz. Yani o'quvchininki ma'lum fan olgan natijasini bu o'zgarguvchi miqdorga berdik. Ondan bu jumla orqali
imtihondan o'tsa o'tdi degan uchurni ko'rsatdi. O'tmasa hech qanday inkos qaytarmaydi. Yani bu şart cümlesi natija 60'dan cho'ng bo'lgan vaqtida buqur cümleni icra qil degan ma'noni bildiradi. Bu yerdagi cho'nglik belgisini biz munosabat amallarda ko'rib o'tgan. Yani bu yerdan kelib chiqadigan natija cho'qim true yoki false degan ikki natijaning birisi kelib chiqadi. Yani munosabat amallarda. Bu if cümlesi navoda shart qanoatlansa buni ijro qildi, qanoatlanmasa buni ijro qilmay keyingi bilakka atlab o'tib ketadi. Bu yerdan chiqadigani yani true bo'lganda ijro bo'ldi, false bo'lib qolsa ijro bo'lmaydi. Masalan biz numarani 75 qo'ydik. Demak bu yerdan shart qanoatlandi, 75 60dan cho'ng bu jumla ijro bo'lishi kerak. Biz ijro qilib ko'rib boqaylik. Ko'znikimiz ijro bo'ldi. Sinoq knopkasini bosaylik. O'tdi degan usul chiqdi. Navoda biz bu jumlani o'zgartib, ya'ni 60dan tuvan bir sonni yozsak, masalan 55. Bu vaqtda test knopkasini bosdik. Bu yerda hech qanday afal yuz bermadi. Yani if cümlesi bu bo'lakdan atlab o'tib ketdi. Yani ichidagi narsani ijro qilmadi. Yani shart cümlesiningki eng oddiy ishlatilishi if cümlesiningki shundoq bo'ldi. Yani shartga asosan ichidagi mazmunni tanlab ijro qildi. Endi if cümlesinin davomini ko'raylik. If cümlesinin yana bir xil ishlatilishi if else shakli. Yani bu shaklida shart qanoatlansa oldingi jarayonni ijro qildi, qanoatlanmasa keyingi jarayonni ijro qildi. Yani bir shartga asosan ikki xil mashg'ulot yapmoqchi bo'lsak, bu jumlani ishlatsak bo'ldi. Masalan biz bayotdan misolning davomini ko'raylik. 60'dan yuqori numara olsa o'tdi deb chiqsin, 60'dan tuvan numara olsa o'tolmadi deb chiqsin. Bunda ahvolda biz davomiga else cho'ng tirnoq ochdik. Buning ichiga yana bir message box show o'tolmadi cümleni oxirlashtirdik. Endi bu kodning ma'nosi bu yerdagi shart, ya'ni bu yerda bir tanlam shart beriladi. Bu shart qanoatlansa bu jarayonni ijro qil. Agar undaq bo'lmay qolib qolsa bu keyingi jarayonni ijro qil degan ma'noni bildiradi. Buni ijro qilib ko'raylik. Test knopkasini bosdik. O'tolmadi degan uchur chiqdi. Yani biz bu yerda o'zgarish miqdorining asli qimmati 55 60dan kichik bo'ldi. Lekin bu yerdagi shartda 55 60dan cho'ng deb berilgan. Shunga bu yerdan kelib chiqadigan natija false bo'ldi. False bo'lganda bu else degan bo'lakdagi kodni ijro qildi. Yani bu if else cümlesiningki ishlatilishi. Endi biz if else cümlesining yana bir xil ishlatilishini ko'rib boqaylik. Yana bir xil ishlatilishi if else shakli. Yani bu xil shaklda biz bir qancha shartni berib, shu shartlarga asosan tanlashib bora olamiz. Yani biz oldingi ikki xil ishlatilishida bir shart orqali ikki xil ishlatilishini ko'rdik. Endi bu xil ishlatilishida biz program tuzgan vaqtlarda bir qancha shartga asosan tekshiradigan ish chiqadi. Masalan
biz 60 numarını o'lcham qilib o'quvchilarniki 60dan yuqori bo'lsa o'tdi, tuvan bo'lsa o'tolmadi deb chiqardik. Endi 60dan tuvan bo'lsa o'tolmagan bo'lsin. 60dan yuqorilarni o'tganlarni yana odatdagicha yaxshi, a'lo deb ayirishga to'g'ri kelsa, natijasiga asosan bu vaqtda bir qancha shart berishga to'g'ri keldi. Bu vaqtda birinchi shartni if jumlasiga birimiz, ifning keyiniga. Undan keyingi shartlarni else if deb yani davomli shart berib ijro qiladigan jarayonni yozamiz. Buning ichidagi birinchi qurdagi if bilan oxirgi qurdagi else bu birlik qatim yozildi. Else ifni ehtiyojimizga asosan qanchalik lozim bo'lsa shunchalik takrorlab ishlatsak bo'ldi. Buningki biz yana misol ko'raylik. Biz bu cümlemizni izohat aylantirib qo'yib turaylik. Yengini yozaylik. If score kichik 60dan bo'lgan vaqtida bu cümleni ijro qil. Agar natija 60dan cho'ng bo'lgan vaqtida bu cümleni ijro qil. Navada else if natija 70dan cho'ng bo'lgan vaqtida bu cümleni ijro qil. Else if navada natija 90dan yuqori bo'lsa bu cümleni ijro qil. Navada bularning hech qaysisi bo'lmay qolib qolsa bu cümleni ijro qil. Biz buningkiga 60dan tuvan bo'lgan vaqtida o'tolmadi. O'tolmadi yoki layoqatsiz deb yozsak bo'ldi. Navada 60dan yuqori bo'lsa odatdagicha yetmişdan yuqori bo'lsa yaxshi. 90dan yuqori bo'lsa buningkiga a'lo. Agar bundaq bo'lmasa bu işlerini çıkarsın. Bu cümlenin ma'nosi natija yani numar 60dan kichik bo'lgan vaqtida o'tolmadi deb chiqaradi. 60dan cho'ng bo'lgan vaqtida odatdagicha, 70dan cho'ng bo'lganda yaxshi, 90dan cho'ng bo'lgan vaqtida a'lo degan natija. Agar yuqorqi shartlarning hech qaysi qanoatlanmasa bu jumlani chiqaradi. Buni ijro qilib ko'raylik. Test knopkasini bosdik, o'tolmadi. Chunki bu yerda aslida berilgan qimmat 55. Biz buni 65 qilib qo'yaylik.
Bu vaqtda odatlikcha degan natija chiqdi. Endi biz buni 80 deyli. Bu vaqtda odatlikcha bunun sababi biz bu yerda shartni belgilagan vaqtimizda, ya'ni ijro qilgan vaqtimizda 80 degan natija bu yerdagi tartib bo'yicha ijro bo'lib mangdi. Amaliyotda 60 dan cho'ng degan shart bilan 70 dan cho'ng degan shartning har ikkilisini 80 degan nomer qanoatlantira oladi. Shunga birinchi qatim bu shart ijro bo'lgandan keyin bu bo'lakni ijro qildi. Undan keyin bu butun tanlashdan chiqib ketdi. Shunga biz bu natijani, ya'ni ijro natijasini to'g'ri tanlashga erishtirish uchun shart jumlamizni o'zgartirishimiz kerak. Chunki bu yerda berilgan qimmat bir qancha shartni tang qanoatlantirib qoldi. Birdan bir shart qanoatlanadigan holatga yozishimiz kerak. Shuning uchun biz odatlikcha bo'lish uchun natija 70 dan kichik bo'lsin. Hozir programma ijrolatgan, shunga buni kodni o'zgartira olmaydi. Biz to'xtab deb undan keyin o'zgartirishimiz kerak. Natija kichik 70 dan. Yaxshi bo'lish uchun natija 90 dan kichik. A'lo bo'lish uchun 90 dan cho'ng. Bunda bo'lgan vaqtda if jumlasining tartib bo'yicha ijro bo'ladigan aloyligi va shartning qanoatlanish darajasi bo'yicha biz o'zimiz yetmoqchi bo'lgan nishonga yeta olamiz. Bu yerda yaxshi degan natija chiqdi. Ya'ni berilgan qimmat 80. 70 bilan 90 ning oralig'ida bo'lsa yaxshi degan natija chiqadi. Ya'ni 90 dan tuvan bo'lsa. Navoda 70 dan tuvan bo'lib qolsa bu shart ijro bo'ldi, bu bo'lakdagi kod. Shuning bilan buning davomiga o'tmaydi. Endi biz qimmatni 94 qilib o'zgartaylik. Ijro qildik. A'lo. Yana bu yerdagi if, else if jumlasini ishlatish shakli if jumlasi undan keyin navoda boshqa shartlar bo'lsa else if deb tirnoq ichiga u shartlarni yozib ishlatsak bo'ldi. Hamda bu jarayon bizningki shartimiz qancha ko'p bo'lsa shu bo'yicha davomli takrorlanib bo'lsa bo'ldi. Lekin bu else jumlasi faqat bir bo'ldi. Boshdagi if jumlasi yana bir bo'ldi. If, else if jumlasining ishlatish shakli shunday. Hamda biz tanlash jumlamizning davomini ko'raylik. Oxirgi bir tanlash jumlasi switch jumlasi. Bu jumlaningki ishlatilishi if jumlasidan farq qiladi. Yana bu yerda tanlashga beradiganimiz ma'lum bir qimmat buningki o'xshamagan shartlarni qanoatlantirish orqali ma'lum jarayonni tanlab ijro qilamiz. Yana bu yerdagi shartningki ishlatilishi asli berilgan ma'lum bir qimmat bu case ochiq so'zning keyinligi ma'lum bir qimmatga teng bo'lgan vaqtda
Şu qo'shtikning keyindagi jarayon ijro bo'ldi. Ondan har bir jarayon tamomlangan vaqtda buni break jumlasi orqali bu tanlash jumlasini butunlay oxirlashtiramiz. Navada bu break jumlasini ishlatmasak, bir qancha shart qanoatlangan vaqtda bu keyingi shartlarni davomli ijro qildi. Break jumlasini ishlatgandan keyin keyingi shartlar qanoatlangan taqdirda bu butun switch jumlasidan, ya'ni tanlash jumlasidan chekinib chiqadi. Biz buningga misol ko'rsak, biz burungi jumlamizni izohatga aylantirib qo'yib turaylik. Switch jumlasiningki misolini ko'rsak, vaqtni tejash uchun men tayyor kodni ko'chirib ishlatay. Bu switch jumlasiningki bir misolini burun tayyorlab qo'ygan misolni ko'chirib keldim. Buning tafsilotini ko'rsak, bu yerda biz bir qancha o'zgarguvchi miqdor aniqlab oldik. Ya'ni bu umumiy jarayonning natijasi 4 amal hisoblash. Ya'ni 2 dona son berilsa, buningki amalga asosan bu 2 sonninki ayrimisi, yig'indisi, ko'paytmasi, bo'linmasi deganlarni tepib chiqish. Buningkida biz asoslaydiganimiz bu amalninki nima bo'lishi. Şunu bu yerda oldi bilan aniqlaganimiz bir dona amal. Dastlabki qimmati elish. Undan keyin 2 dona o'zgaruvchi miqdor aniqladik. Butun son tiplar. Bu A B. Ondan biz bir string aniqlab oldik. Bu stringninki qildig'ini bizninki bu amalni bir stringga ayrim saqlab olish, ya'ni natijani ko'rsatgan vaqtda orasiga bir qush belgisini chiqarish. Hamda oxirida natija. Bu natijani bir o'zgarish miqdoriga saqlab qo'yamiz. Bu tanlash jumlasining ichida. Oxirida bir message boxda bu natijani ko'rsatib beramiz. Hamda switch jumlasini o'ziga kelsak, buningkiga amalni shart qilib beramiz. Bu berilgan amal mushada qaysi shartga to'g'ri kelsa, shuningki keyindagi qo'shtikning keyindagi jumlani ijro qildi. Masalan, elish bo'lsa, bu jumlani ijro qildi, qush bo'lsa, bu jumlani deganga o'xshash. Hamda bu yerda ijro qilgan vaqtda biz bir qancha narsani hisoblab oldik. Birisi amalga asosan buning natijasini tepib olamiz. Masalan, elish bo'lsa, A'dan B'ni olamiz. Neticesi result saqlandı. Yani bu o'zgargich miqdorga. Ondan bir string o'zgarguvchi miqdorga bu elish amalini saqlab qo'ydik. Buni message boxda ko'rsatgan vaqtda ishlatamiz. Boshqa jarayonlarmi shuningga o'xshash. Yana bir dona o'zgargich miqdorini berdik. Buningga qaysi mos kelsa, shuni ijro qildi. Hamda bu message box'da ko'rsatish jumlasini kelsak, buningki ichida ko'rsatgani cho'qim string oldu. Biz hozir bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 dona stringni bir-biriga qo'shib ulab ko'rsatdik. Natijasi bir butun chiqdi. Buning oldi bilan berildigini A'ning qimmati, buni stringga aylantirib oldik. Undan keyin o'rtadagi amal, masalan A qo'shilgan B degan bo'lsak, bu yerga qo'sh chiqadi. Undan keyin ikkinchi son B. Undan keyin tanglik belgisi, undan keyin natija chiqadi. Biz buni ijro qilib ko'raylik. Icra qildik. Asli bu yerdagi amal elish, shunga 4 dan 2 ni olsak 2, ya'ni hisoblash.
Endi biz bu amallarni o'zgartib ko'rib boqaylik. Buni qo'shib o'zgartaylik. Saqladik, ijro qildik. Knopkani bosdik. 4 qo'shilgan 2 teng 6. Yana bu yerda ikkinchi shart ijro bo'ldi. Ya'ni berilgan alomat qo'shishga teng bo'lg'achqa bu jarayon ijro bo'ldi. Endi biz berilgan amalni ko'paytirishga o'zgartaylik. 4 ga 2 ni ko'paytsak 8. Navada buni bo'lishga o'zgartsak 4 ni 2 ga bo'lsak 2. Yani bu switch cümlesinki işletilishi. Endi biz yani şu switch cümlesiga asosan belki bir hisoblag'ich yasash olishimiz mumkin. Ko'znakka ayrim knopkalarni, textboxlarni qo'yib, xohlagan ikki qimmat bersa, 4 xil amalning birini tanlasa, undan keyin shuning asosan natijani hisoblab chiqarib beradigan bir misolni ishlash mumkin. Şu switch cümlesinden yoki if cümlesinden foydalanib buni amalga oshirib baqsanglar bo'ldi. Tanlash cümlesiga munosabatli mazmunlar shuninglar tugadi.